Shumi O'zbekistondagi yagona Y46. Mashik. Oka, turgan o'rnida 10 marta hayotda aylanmaydi bu. 20 marta aylantirib. Kalitga kalit o'ynayman. Bo'ldi. Mo'shtani berasanmi? Mo'shdan beraman. Agar 20 marta aylantirib beraman. 18 marta bo'lib qolsa ham 46 meniki. Bo'ldi. Obunachilarga shunday podarka qo'yaraman. Bo'ldi. Oka, Y46. Jahongir aka, siz qidirib yuribsiz mashina mo'shinada. O'zbekistonda bitta bo'laman desangiz, mashina mo'shinani sizga tavsiya qilaman. BMW Y46 2000-yil, Razza Cherokee 18 Alpina diskalar to'qib qo'yilgan. Diskalar ham original 200% javob beriladi. Kraskalari toza, prebegi, vapshoz. Agar mana statsiyadagi BMW Y46 ni menga jo'natib xijolat qilib qo'ying-chi. Xijolatda qolib ketaychi men uyalib. Mashina bitta, shaharda bitta bo'lib yuraman desangiz, mashina mo'shinani yengil sizga tavsiya qilaman. 1 litr motor, 3 litrli. Polni elektropaket, pamyat sidina, lyuk, multimedia, konditsioner. Короче, 2000-yil mashinada hozirgi komfort hammasi bor. Xo'ja aka, bir so'z bilan aytganda, sidina isitadi, sovutadi, вообще komfort. Olasiz, minasiz. Aytdim-a, O'zbekistonda yagona BMW Y46 saqlangan. Buni sotilishining sababi bizda boshqa proyekt chiqib qoldi. Bu proyekt faqat yakunlandi. Olasiz, minasiz. Umuman rasxoti ham вообще kam. Benzinda yuradi. Где-то bir 10 tagacha rasxot qiladi. O'zingiz aqa-baqa bitta bosganingizda ko'rasiz. Mana primer nazariga ilmaydi bu mashina. Oxirgacha bitta ko'rasiz, narxi qiziq bo'layotgan bo'lsa, oxirida aytib boraman. Mashina narxi sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiramiz. Egalari nomeri Telegram kanalda. Bemalol Telegram kanaliga o'tib, egalari nomerini olishingiz mumkin. Yo bo'lmasa kommentariyada plus belgisini qoldiringlar, biz sizga o'zingiz darakingizga aytamiz. Yengil bosib yuboradigan joyda